Oltinsoy tumani hokimligi matbuot xizmati. Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Mana bugun Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida Xo'jasoat mahallasida katta tantana, katta bayram. Sababi O'zbekiston xalq yozuvchisi Tog'ay tavalludining 78 yilligi mana shu hududda keng nishonlanyapti. Hozirgi mening suhbatdoshim mana shu Tog'ay bilan birga o'qigan sinfdoshi, O'zbekiston xalq ta'limi a'lochisi, Shuhrat medalining sohibi Umbar Jalilov bilan suhbatlashyapman. Umbar aka Tog'ay bilan o'sha bolalik, qolaversa maktab chog'dagi vaqtlarni qanday yodga olasiz? Marhamat. Men Tog'ay bilan 43-o'rta maktabda, bir sinfda, bir maktabda o'qiganman. Tog'ay nihoyatda do'stlariga mehribon, o'zi oriyatli, do'stlariga gap yo'qtirmaydigan, ozoda kiyinadigan, ayniqsa kitob mutolaasiga eng ahamiyat beradigan o'quvchi edi. Maktabimizda bir kichkina bo'lsa ham katta hajmga ega bo'lgan kitoblar ko'p bo'lgan kutubxonamiz bor edi. O'sha kutubxonada tatar ayoli Hadicha opa degan ustoz kutubxonachilik qilardi, Botir Shena. Erlari urushda vafot etib ketib, ikkita qizi bilan qolgan tatar ayoli bolalarni kitobga o'rgatishda nihoyatda usta edi. Uning katta bir jurnali bo'lib, asarni o'qib chiqqandan keyin o'sha jurnaliga baho qo'yib, yanaga asarni o'qiguncha menga to'liq mazmunni gapirib berasiz deb bolalarni kitobga o'rgatar edi. Shuning uchun ham Tog'ay o'sha tatar ayolini meni adabiyot olamiga yetaklab kelgan birinchi ustozim deb tan oladi. Endi Tog'ay bilan ko'p birga bo'ldi, tong'atar gurunglarda bo'lganmiz. Ayniqsa odamdan qolgan dalillar romanini yozish uchun Oltinsoyga kelganda, yana Oltinsoy tangi gazetasida ishlagan paytlarda ham suhbatimiz davom etdi. Ana shu suhbatlarning birida u aytardi: "Menga e'tibor bermayapsizlar, meni tushunmayapsizlar. Men hali jahon adabiyotida asarlarim mashhur bo'lib chiqadi" dedi. Mana bugungi kunda uning asarlari rus tiliga tarjima bo'ldi. 1-2 yil oldin Tog'ayning Yulduzlar mangu yonadi qissasi turk tillariga tarjima qilindi. Mana bugungi kunda qozoq va qirg'izlar orasida Chingiz Aytmatovdan keyin asarlari tarjima bo'layotgan O'zbekistonning eng yetuk yozuvchilaridan biri Tog'ay hisoblanadi.